Salom hammaga, xayrli kech. Ancha kech qoldi, ro'zani ochish vaqti keldi. Bolalarimni olib bir joyga ketyapman. Bugun 8-mart bayram. Kechayam, bugun ham hamma tomonda bayram shukuhi. Ko'chada odamlar juda ham ko'p. Hamma bayramga nishonlayapti bayramni. Men ham bolalarim bilan bir ko'chaga chiqay deb ketyapman. Podpischiklarim 400 taga yaqinlashdi. Buning uchun hammasiga rahmatimni aytaman. 400 taga yaqinlashdi, lekin layklar juda ham kam. Kommentariyalar kam. Kutaman sizlardan. Aziz do'stlarim, meni qo'llab-quvvatlayotgan podpischiklarim, sizlardan videolarimga layk, kommentariya kutib qolaman. Agar har bitta chiqargan videolarimga layk va kommentariya yozsalaringiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. O'zingizni fikringizni yozib ketsangiz xursand bo'lardim. Kuzim, Rayona. Ko'chani ko'rsatib keting Rayonaga, kuzim. Mashinani ushoq qilmanglar, ey. Ushoq bo'lmasin. Bolalarim mashinada ham narsa yeb ketyapti. Hozir singlimni oldim, yonimda singlim bor. Farog'at singlim. Farog'at singlim 2003-yil. Hali ham shu singlim bor ekan, yordamchim. Meni qizlarimni katta qilishyapti. Birinchi bolamdan boshlab 4-qizimgacha shu singlim katta qilyapti. Katta rahmat. Aytganingiz. Shunaqa. Men bu videoni nimaga qo'ydim? Mana shu o'z podpischiklarimdan, boshqa meni videoni ko'rib turayotgan boshqa odamlardan meni faoliyatim yana ham yaxshi bo'lishi uchun bitta layk bosib ketishlaringizni so'rayman. Videolarimga fikrlaringiz, o'zingizni kommentariyaga yozib ketingizlar. Bu bilan sizlar menga juda ham katta yordam bergan bo'lardingiz. Mana shuni sizlarga aytmoqchi edim. Oddiy qishloq ayoli 4 ta qizni onasini bir padeshka qilsalaringiz, xudo xohlasa, qishloqdan ham bir yaxshi blogerlar chiqsa, bloger onalar chiqsa yaxshi bo'lardi. Xudo xohlasa, meni maqsadim bu blogerlikni yo'lga qo'yib olsam yaxshi. Bitta zo'r maqsadim bor, zo'r niyatim bor. Buni xudo xohlasa o'shanda aytaman sizlarga, birga amalga oshiramiz sizlar bilan. Inshaalloh o'sha kunlarga yetkazsa, xudo xohlasa yetkazadi, men ishonaman. Yaxshi niyat bilan boshlaganman bu blogimni. Allohimdan so'rab qolaman. Podpischiklarim ko'payib, layk, kommentariyalar ko'paysa, ishimni rivojini bersa, xudo xohlasa yaxshi natijalarni ko'rasiz sizlar. Yaxshi natijalarni ko'rsataman, video qilib olib chiqaman ham sizlarga. Buning uchun faqat sizlardan menga bo'lgan podeshka layk bosib turingizlar, iltimos. Har bitta chiqqan videoimga layk bosib tursalaringiz tezroq
shunaqa do'stlarim, sizlar meni eng yaqin do'stlarimsiz. Meni tanimay turib, menga podpiska bosib, menga like bosayotganingiz uchun katta rahmat aytaman. Qo'li ko'zingiz dard ko'rmasin. Yana ozgina podeshka qilib tursalaringiz, Xudo xohlasa, tez kunlarda yaxshi natijaga chiqib olsak, bu yoq hammasi zo'r bo'ladi. Bir savob ish boshlamoqchiman. O'sha savob ishimga sizlarni ham sherik qilaman. Inshaalloh o'sha savob ishimdan sizlarga ham ulush boradi. Ya'ni savob boradi sizlarga ham. Aytgan joyimga mana o'zimni manzilimga yetib keldim. Sizlardan iloji boricha podeshka kutib qolaman, podpischiklarim.